Assalomu alaykum, sizlar bilan yana men keldim arkadaşlar. Xullas, kanallarimizni boshladi. Bu misolga 1 tonnalik gravilkasi tepasida turibdi. Gravilkasi soatiga 3 tonnagacha chiqaradi, to'pga qarab. 15 kg motor qo'ydi. Xo'p, misolkadan bu yerdan bunkerdan solasiz. Tushgandan keyin gravilkaga misolka прямо o'tadi. Hop, nakopительный bunkeri bor. Bu yerda shineki bu 250 deb tanishtirdi. 250 shinek misolkadan tashlaveradi, bunkerga tashlaydi. Mana bu yerdan tashladi. Kimga masalan bunkerlar kerak bo'lsa, любой narsaga обязательно farqi yo'q. Damatri bo'ladi. Bo'ladi, o'zini burab qolasiz. Mana datchiklari ham bor, ko'rib, urinni ko'rib tursiz bo'ladi. Ikki tarafga qo'yilgan. Bunkerda любой tonnani qilib beramiz. Endi 10 tonna, 20 tonnani qilib bera olmaymiz. Bunaqaga joyimizdan foydalanyapmiz. Mana hozir istakamiz. Nima dedi? Yapayapti. Olmadi. Bu innovatsion to'liq ko'rsata olmayman. Bu juda katta sirlari bor. Sotib olgan o'zi ko'radi. Bu охладитель. Shu yem chiqarish liniyasini охладитель. Boshlaylik. Soatiga 5 tonnagacha yem quritib beradi. Boshqa siputli narsalar bo'lsa ham quritsa bo'ladi, faqat lentasi bo'ladi, lentadan chiqadi. Bu yerdan elagi bor, quritib beradi. Elab beradi bu yo'li. Bunker. Xo'p, misolkamiz. Yetar kilosi bo'ladi. Bularni ham o'zimiz razraботga qilganmiz. Tepasiga chiqishga iloji yo'q ekan. Misolkani 500 kilodan 2 tonnagacha qilib bera olamiz. Ulikkalar qo'yiladi, granulyator ham bo'ladi.